Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kecha video qo'yilgan va videoda birinchi bo'lib Qurbon akamiz bilan Sirojiddin akamiz yozgan ekan, Xunji haqida ma'lumot bering deb. Xudo xolasa bugun to'liq ma'lumot va narxlarni aytib o'tamiz. Ungacha sizlar qaysi mahsulot qiziqtirsa kommentariyada yozib qoldiringlar va albatta alohida shunga o'xshab olib chiqib obzor qilib narxlarini va to'liq ma'lumotini berib o'taman. Xudo xolasa bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. O'zlaringni qiziqtirgan mahsulotni. Xohlasalaring mototsikllar, xohlasalaring motorollar, xohlasalaring elektronik labo mashinachalardan bemalol kommentariyaga yozishlaring bo'ladi. Xudo xolasa kim birinchi yozgan bo'lsa, o'shanikini alohida olib chiqib video qilib ko'rsatib beraman. Xunji motorollerimizga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, juda chiroyli. Birovasidan boshlaydigan bo'lsak, simli balonlar o'rnatib qo'yilgan va vilkalar juda mustahkam vilka. Eng qiziq tarafi 250 kubalik original dvigatel qo'yilgan. Xunji kompaniyasining o'zi ishlab chiqaryapti dvigatelga. 250 kubalik va 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni oladi. O'zi motoroller minganlar biladi, 250 kubalik motor ko'p motorollarda 3 tonna, 2,5 tonna, 2 tonnaliklarga ham qo'yiladi. Xunji kompaniyasi bo'lsa 1,5 tonnagacha bo'lgan mahsulotiga ham 250 kubalik motor o'rnatib qo'ygan. Chunki xalqni o'ylagan va baquvvatroq bo'lishni o'ylagan. Tablolarni ko'rib turibsizlar, juda chiroyli va hatto benzin datchilarigacha ko'rsatib turadi. Yonida ikkita qo'shimcha kolonkalar joylashtirilgan. Bemalol boqqa o'zingiz kirib ketganda ham zerikmasdan yursangiz bo'laveradi. Oldida LED farlar, kechki payt bemalol minib yuraverasiz. Fari juda yorqin qilib beradi yo'lingizni. Va tormozi, oldi tormozi trosli bo'ladi. Benzin bakiga keladigan bo'lsak, 15 litrlik 100 kilometrga atiga 5-6 litr rasxod qiladi. Motor 250 kub, 5-6 litrdan ko'p qiladi deyishlaring mumkin. Motor 250 kub bo'lgan bilan yuk hajmi pastroqligini nisbatiga ozroq rasxod qiladi. Bortlarning razmeriga keladigan bo'lsak, 220 ga 130lik bo'ladi. Orqa balonlari ham 12 razmerda. Juda chiqli balonlar o'rnatib qo'yilgan. Kristollar ham juda baquvvat va qo'shimcha prujinalar o'rnatilgan. Kuzatuvchilar, eng qiziq taraflaridan biri yana kardanda ulangan joyi ham juda baquvvat qilib ishlab chiqarilgan Xunji kompaniyasida. Ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol 1,5 tonnagacha bo'lgan yukingizni ichiga solsalaringlar motoroller to'lib qolmaydi. Bemalol A tochkadan B tochkaga bexavotir yetib olasizlar. Ramalari ham juda baquvvat bo'lib ishlab chiqarilgan buni. Oldida panejniy peridachalar joylashtirilgan va agar mabodo ko'p qolib ketib, akkumulyator o'tirib qoladigan bo'lsa, albatta tepkilari ham o'rnatib qo'yilgan. 5 pog'onali skorochdan iborat. O'zi ko'p joylarda 250 kubalik motorlilar bu pastda 2 tonnagacha yuk oladi. 250 kubalik motor 2 tonnagacha bo'lgan mahsulot ko'p joylarda adashmasam 2450, 2500 dollardan o'zimiz ham sotganmiz va sotilib kelyapti hali ham. Xunji kompaniyasida bo'lsa bu mahsulotimiz 2000 dollar. Endi qo'shimcha mahsulot, qo'shimcha narsalarga o'tadigan bo'lsak, bonuslariga o'tadigan bo'lsak, buni zapaska balonlar o'rnatib qo'yilgan. Albatta orqadagi svetlarni ham o'rnatib beramiz. Zapaska balonlar o'rnatilgan, qo'shimcha kulish naborlar va kaska. Agar vodiy ichi bo'ladigan bo'lsangiz, albatta tekin dastavka yana bonusga qilib beramiz, hurmatli kuzatuvchilar. Orqadagi hamma yo'g'ini qo'yib beramiz. Hozir kulish naborlari hamma yo'g'i joyida qilib beramiz. Xudo xolasa maksimal tezliklariga keladigan bo'lsak, 50 dan 70 kilometrgacha tezlanadi. Oldida qo'shimcha mustahkam dugalar joylashtirilgan. Oldida yana oyog'ida shabada qilmasligi uchun qo'shimcha narsalar bo'ladi. Sovutish tizimiga keladigan bo'lsak, vazdushni havo bilan soviydi. Karburatoriga keladigan bo'lsak, buni karburatori ham yaponskiy buzilmaydigan karburatorlardan o'rnatib qo'yilgan. Xudo xolasa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bemalol Xunjida so'rasalaring, albatta yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz va
dastavkasini kelishamiz. Voha tarafdan bo'ladigan bo'lsalaring, agar vodiydan bo'lsalaring, albatta dastavkalarimiz tekin. Endi kimda kim qiziqtiradigan mahsuloti bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketsin. Honjidan keyin Zonlon kabinali va Out Motors, shu eski klientlarimiz ham biladi. Out Motors kompaniyasi ishlab chiqarilgan bu Motoroller. Yana Zonlon kabinali va kabinasiz, zavodskoy kabina yoki o'rnatilgan kabinalarimiz hammasidan bor. Bu ham Zonlon kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan silindrlik. Bunisi ham silindrli bo'ladi, ko'taradigan. Endi Honji kompaniyasi ishlab chiqarilgan yana. Bu 2 kubalik ko'taradigan samosvallik bo'ladi. 2 tonnagacha, 3 tonnagacha ko'tarishga moslashtirilgan samosval qo'yilgan. O'zi 1,5-2 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol olib ketaveradi. Bunda 200 kubalik motor va sovutish tizimi radiatorli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, siz o'ylamagan narxda $2350 qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa shu narxlarda qilib beramiz va sunnatiga o'tib beriladigan joylari bor, zapaska balonlari bor. Buni ham ramasi juda qalin bo'lib ishlab chiqarilgan. Keyin yana Zonlon kompaniyasida ishlab chiqarilgan Motoroller yangilangan silindrda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu tarafda yana Lifan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mototsikl. Ulardan ham qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz bu taraf Polvon shashlik chorrahasidan kelish, bu taraf bo'lsa Tantana chorrahasiga chiqib ketish. Polvon shashlik tarafdan kelganda Hammabop choyxonasini oldida joylashgan do'konimiz. Bemalol kelaverasizlar, tashrif buyuraverasizlar. Albatta zo'r chiroyli narxlarda qilib beramiz. Tashqari tomonga ham Motorollerlar qo'yib qo'yganmiz. Out Motors, Honji va yana Zonlon Motorollerlardan qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kelib ko'rib, test drive ko'rishlaring ham mumkin.